Ayrim insonlar juda o'zgarishdi, juda ham o'zgarib ketishdi. Ularni na do'st, na dushman deb ayta olasiz. Hattoki ularni o'zi ham bilmaydi kim ekanligini. Menimcha biz itga ovqat berganimizda uzoqroq turib ovqat beramiz qo'rqqanimizdan, hozir qo'limni tishlab oladi deb. Lekin ayrim odamlar esa non berib turgan insonni qo'lini ham tishlashdan qaytishmayapti. Nima deb aytishni ham bilmaysiz. Dodingizni kimga gapirib berishni ham bilmaysiz. Biz insonlar yer yuzidan mehr muhabbatni yo'q qilishga harakat qilyapmiz. Birozgina kimgadir mehrli gapirsangiz, darrov siz haqingizda yomon gaplarni gapirishadi. Qolgan insonlar esa ko'zlariga emas, quloqlariga ishonishni boshlashgan. Hayot juda ham qiziq bo'lib qoldi. Nima qilishni ham bilmay qoldik.